Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, birodarlar. Men Aqsu shahridan bo'laman. İsmim Tusnacım, dadamning ismi Yasnacım. Men bu Turkiyaga sayohat kelgan. Tujuqsiz bir xabarni anglab, hayron qoldim. Qarasam, mening enimni 18 yil kesibdi. Nima sababdan kesibdi? Bir qari bo'lganlikdan. Bir masjidga imom bo'lganlikdan kesibdi. Boshqa hech qanday gunohi yo'q. Ayolni shu uyda yordamlashgan, namoz o'qigan deb 17 yil. Bir o'g'lini 15 yil Misrda 2 yil o'qitgan deb. Qizni 15 yil 2 yil o'qitgan deb. Hukumatning buyrug'i bilan yondirib kelgan bolani. Yondirib uzun o'tmayli hammasini so'labdi. Uning boshqa gunohi yo'qdi, hech qanday gunohi yo'qdi. Yine apam bilan ko'rishamaganimga hozir 2 yil bo'ldi. Faqat aloqalashamadim. Tuqqali bilan aloqalashamadim. Mening hech qanday bosh gunohim yo'qdi, tijorat qilgan gunohim bor. Hukumatga bosh to'lagan, men paysini oldig'im berib boqmagan ömrümde. Bir qizchiroqdan o'tib boqqan banda emasman. Allohning shunday bir yugash bandisi. O bizim qarimiz şu tijorat bilan, ismi G'ulom qari, ayoli Robiyam. O tijorat bilan boshqa ish yo'q. Hukumatninki shu 5 vaqt namoz shu berib, namozni o'qib, shu imomlik qildi, bir mo'jjan maosh olmaydi. Iqtisodi yaxshi. O tarbiyalashga bu ehtiyojim yo'q hech qanday. Baş tarbiyalash solab, keyin turmoq solabdi. Mena shunda buning bek ochig'im qaynab, Üzem zat bulamadım, neymişni gördüm deb. Men bu yerga sayohat kelgan. Sayohat kelib ketay deb desam, kelma, mush ishlab ketdi dedi. Men turib qoldim üzemmi. Apam bilan 86 yosh, apam bilan ko'rishamay 2 yil bo'ldi juryapman. Bütün tuqqanlashganda, tuqqan birodar bilan aloqalashamadim. Telefon qilsam hammasi olmadi. Üzemmi 2 yilni yaqin tutulib, ya Turkiyada ya ish qilamadik. Ya ticaret yok, yattık müşahede. Üzerime sersan bulup jüdüm. Burunta şu balamını çeteli çıkarıp okutup kan günahım battı hem de şu. Biz Avrupa'da okuyorduk, biz Türkiye'de okuyorduk. Sayahat kilittim, bilek işlerim yok diye. Bizim yaşaş hukukumuzum yok mu hem de bilmedim. Bu kanda hükümet hem hükmüdüm hem de bu. Bu Türkiye kelgen mi günah mı? Saudi kalgan mı günah mı hem de. Men nima gunohim bor, hukmim bir gunohim tepagan bo'lsa, mundam da ishing bor degan bo'lsa, ya terrorist u degan bo'lsa, vatan terroristning qandaligini bilmaydik biz ham de. Ham Uyg'ur ham de, meyakasam hamiz terrorist deb tushibdi. Qanday ish terrorist degan nima? Daesh degan qanday u bu hech kimni uqmaygan mushtabir odamdim men. Ama başka gap sizimmi yo'q qilaysam gap jiqdi hamda. Gap uzrab ketgan. Yolg'iz malla emas, dunyodagi haqqanda Uyg'urlar mush ishlar uchrayotdi. Nurg'un Uyg'urlarimiz men anglasam hammasi shu telefon aloqa yo'q ketanmidim, alay bilay shu ishlar. Yolg'iz mankaga ish emaskan, bütün shu dunyodagi Uyg'urlarga bo'lib o'tibdi hamda. Bizning yer shardim yashash huquqimizmi yo'q ekan hamda. Men shu ish bilmadim hamda bu Xitoyning hukmi qanday bir Xitoy bu hamda. Bu adam bunda bulamdı dünya adamdı. O Türkiye bir adamken qağa işini bilmedim hem de. Vatanı bizim şu aldabdı keptiken mançılını hakkı. Ama onu vatanı bilmeptimiz qanday ekanligini oyda bir jip qo'sh adamda biz hisoblabdimiz buni. Hem de ayağın qisda mushkun qo'ydi bizni. Bizim dadimizni bir so'labdikan tijoratchi deb. O abimning cho'ng dadamni so'labdikan, unimi pomchik deb. Ayağın kıstamdı, men bütün tapkan dünyamın hemmisine koyup geldim. Bir yer gansamı sahip geldim. Hadi pul tapkan adamdım ben. 3-4 yerde, 5 yerde, 4-5 yerde günüm battı. Jirdi 300 müge icarı çıktı. Cem şu adam yani üzücüler. Ma Türkiye'de turup sersen bu jurvatım hem Ama şu gap kılayım de. Gapim o. Başka gapim tepulamadım. Kıldığın gap çıktı. Bak Allah'a emanet.